Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Just Market Broker'da ro'yxatdan o'tishni va verifikatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz video ostidagi kommentariyaga kirib, link ustiga bosib, Just Market Broker'ning rasmiy saytiga o'tib olamiz. Bu yerda ko'rib turganimizdek biz bu yerda email, ya'ni Gmail'imizni bu yerga kirgizib, register tugmasini ustiga bosamiz. Va hop, biz bu yerda Gmail'imizni kirgizib oldik. Endi bu yerda register tugmasini ustiga bosamiz. Va hop, biz bu yerda registratsiya bo'limiga o'tib oldik. Bizda keyin qiladigan ishimiz bu country of residence, ya'ni davlatimizni kirgizamiz bu yerga, O'zbekiston. Va biz davlatimizni kirgizganimizdan so'ng bu yerda email manzilimizni, ya'ni hozir registr qilgan email manzilimizni va bu yerda pasportni, ya'ni o'zimiz bu yerda pasport yaratamiz. Kamida 8 ta harfdan maksimum 15 ta harfgacha, kamida bitta katta harf qatnashishi kerak va bitta kamida raqam va kamida bitta belgi, ya'ni masalan va belgi, masalan bu yerda dollar qo'shishimiz mumkin. Xuddi shunaqa hamma pastdagi barcha bo'limlar yashil bo'lguncha shunaqa parol o'ylab topamiz. Va hop, bu yerda biz pasport yaratib olganimizdan so'ng partner kod degan joyga esa biz quyidagi kodni joylashtiramiz. Ya'ni bu kelajakda, ya'ni ro'yxatdan o'tganingizdan keyin brokerda depozit qilib pul yechib olishda qanaqadir muammo bo'lsa, bemalol menga bog'lanib, ya'ni shaxsan o'zimga bog'lanib, bu muammoni bemalol hal qilishingiz mumkin. Va bu yerda simvolni joylashtiramiz. Va hammasi to'g'riligini tekshirib olib, continue tugmasini ustiga bosamiz. Va hop, biz bu yerda brokerda ro'yxatdan o'tib oldik va bu yerda bizning keyin qiladigan ishimiz verifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak. Buning uchun biz complete verification tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda personal information, ya'ni bu yerga biz o'zimizning ID karti yoki pasportdagi ismimizni, familiyamizni va bu yerga tug'ilgan sanamizni va gender, ya'ni jinsimizni va bu yerda adres, yashash manzilimizni va shahrimizni kirgizamiz. Va bu yerga esa telefon raqamimizni kirgizamiz. Va barchasi to'g'ri bo'lsa, continue tugmasini ustiga bosamiz. Va xo'p, bu yerda bizning keyin qiladigan ishimiz bu profil information, ya'ni profil shaxsimiz haqida informatsiya berishimiz kerak. Bu yerda Just Market beradigan savollarga biz javob berib chiqishimiz kerak. Va bu yerda xuddi men qilgandek qilishingiz zarur. Va bu yerda hammasini to'g'riligini tekshirib, continue tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda biz shaxsiy ma'lumotlarimizni tasdiqladik va bu yerda keyin qiladigan ishimiz bu complete verification tugmasi. Va xo'p, bu yerda biz country degan joyga O'zbekistonni belgilaymiz. First name degan joyga esa biz ID karta yoki pasportdagi ismimizni, last name degan joyga esa biz familiyamizni, ID karta yoki pasportdagi familiyamizni joylaymiz. Va bu yerda select your identify documentga o'zinglarni pasportinglarni yoki haydovchilik guvohnomalarini yoki ID kartalarni belgilashinglar mumkin. Bu yerda biz ID karta. Va bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu. Biz ID karta rasmga olganda ID karta tiniq chiqishi kerak va to'g'ri chiqishi kerak. Pastdagidek xato bo'lmasligi zarur. Va biz pastga tushamiz. Pastda ko'rishimiz mumkin, tepa qismiga ID kartaning old tomonida, pastki qismiga esa ID kartaning orqa tomonini rasmga olib yuklaymiz va hammasini to'g'riligini tekshirib, submit document tugmasini ustiga bosamiz. Va hop, men bu yerda dokumentlarni yuklab oldim. Endi hammasini to'g'riligini tekshirib, submit document tugmasini ustiga bosamiz.
Va keyingi qiladigan ishimiz bu yashash manzilimizni tasdiqlashimiz kerak. Buning uchun biz Bangkok'da yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomani yuklab olamiz va city degan joyga shaharni va adres degan joyga esa yashash manzilimizni kirgizamiz. Va xo'p, bu yerda biz tavsiyalar bilan tanishib chiqamiz va bu yerda pastroqqa tushib, Bangkok'da yuklab olgan dokumentimizni bu yerga yuklaymiz. Yashash joyi ma'lumotnomasi bu yerga yukladim va biz barchasi to'g'riligini tekshirgan holda submit dokument tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, biz to'liq verifikatsiyadan o'tib oldik. Bizning so'rovimizni ishchilar 7 yoki 15 daqiqa ichida ko'rib chiqishadi va bizni verifikatsiyadan o'tkazishadi to'liq. Va tepada ko'rib turishingiz mumkin, Proof of Identify hali tekshirilmoqda, ya'ni pending bo'lib turibdi. Qachonki yashil bo'lsa, biz to'liq verifikatsiyadan o'tgan hisoblanamiz. Va ungacha men sizlarga xo'p, Just Market Broker'da akkaunt ochishni o'rgatib o'taman. Buning uchun Open New Account tugmasi ustiga bosaman. Xo'p, bu yerda biz MetaTrader 5, MetaTrader 4 ikkalasidan birini tanlaymiz o'zimizga keraklisini va bu yerda shot turlari, bu yerda biz birinchisi standart, ya'ni popular, bu yerda minimal depozit $10, ikkinchisi Pro, bu yerda minimal depozit $200 va e'tibor berishingiz kerak, bu yerda komissiya yo'q. Rough spread, bu yerda minimal depozit $200 va komissiya $3 har bir lot uchun. Va bu yerda o'zingizlarga yoqqan shotni tanlab bemalol ishlasanglar bo'ladi. Open Real Account ustiga bosamiz va bu yerda currency dollar turadi. Leverage, ya'ni plechoni o'zingizlar xohlagandek qilib to'g'irlashingiz mumkin. Bu yerda eng maksimal 1 ga 3000 va bu yerda trading pasport yaratasizlar. Bu ham kamida 8 ta belgidan iborat. Bitta katta harf, bitta raqam yoki va bitta belgidan iborat bo'lishi kerak. Parol yaratib oldik. Endi esa pastdagi create account tugmasini ustiga bosamiz. Va bizda realniy shot ochildi. Endi bu shotga depozit qilishni ham hozir ko'rib chiqamiz. Depozit qilish uchun biz quyidagi knopkaga bosamiz. Va bu yerda bizda to'lov usullari mavjud. Bu yerda bank kart, ya'ni Visa yoki Mastercard, Google Pay, Humo va Uzcard va bu yerda bizda hali kriptolar ochilmagan, sababi biz hali verifikatsiyadan o'tganimiz yo'q. Verifikatsiyadan o'tganimizdan so'ng bular biz uchun ochiladi to'liq va biz bemalol depozit qilishimiz mumkin. Bu yerda biz o'zimizga yoqqan kartani tanlab olamiz. Masalan, bu yerda Uzcardni tanlasak, tepada depozit qilmoqchi bo'lgan shotni tanlaymiz. Va bu yerda account number degan joyga, ya'ni plastik kartaning raqamini joylashtiramiz va bu yerda telefon raqami bog'langan, ya'ni plastik karta ulangan telefon raqamini va bu yerda bank name degan joyga esa bankning nomini joylashtiramiz va bu yerda amount degan joyga qancha depozit qilmoqchimiz o'shani joylashtiramiz. Bu yerda minimal depozit $10 va hammasi to'g'riligini tekshirib, depozit tugmasini ustiga bosamiz. Va o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, bu yerda biz Just Market Broker'da to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib oldik. Endi biz bu yerda bemalol depozit qilib savdo qilishimiz mumkin. Video shu joyda tugaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Va broker haqida qanaqadir savollaringiz yoki bilmagan joylaringiz bo'lsa, menga kommentariyada yozib qoldiring yoki Telegramdan yoki Instagramdan mening o'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin.